Vera va glitserin bir vaqtning o'zida terini yumshoq tozalash va namlash uchun mo'ljallangan tabiiy qattiq sovun. Uning tarkibidagi aloe vera terini tinchlantiradi va namligini himoya qiladi. Foydalanish uchun ko'rsatmalar. Kundalik foydalanish uchun mos emas. Sovunni nam teriga yupqa surting va ko'piklang va ko'p miqdorda suv bilan yuving. Yog'li teri uchun haftada bir marta, quruq teri uchun esa 15 kunda bir marta foydalanish mumkin. Keyin albatta yuzingizga namlovchi krem suring. Aloe vera sovuni juda ko'p foyda va ustun xususiyatlarga ega. Teri salomatligi uchun foydalidir. Aloe vera terini chuqur namlaydi va yumshatadi. Quyosh yonishi, qizarish va terining tirnashi xususiyatlari bilan tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Antibakterial xususiyati tufayli akne paydo bo'lishining oldini oladi. Aloe vera o'lik teri hujayralarini tozalaydi va terining yangilashini tezlashtiradi.